Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Celaleddin Suyuti rahmetullahi aleyhinin Haliple Tarihi namlı kitabıda biz bugün Abbasilarınki en büyük padişahlardan Mısır'daki ikinci halife umum cihetten elbette vaxtida 39. halife El-Hakim bi Emrillah'ınki hayatıyla tanışıp çıkan. Endi biz bu adamınki zamanında ölüp ketken en meşhur şahslar hakkında toxtalamiz. Bu devirde ölüp ketken büyüklerden İzz ibn Abdüssalam, yak İzzuddin ibn Abdüssalam degan kişi. Bu kişinin kunyası Ebu Muhammed namıyla meşhur. Özü Şafii mezhep tabiqisidan. Hicriye 660 yılı, miladiye 1262 yılı ölüp ketken. Bu adam Sultanul Ulema, Bai'ul Muluk, Şeyhul İslam. Yani padişahlarını satıdığan, ulemalarının sultanı dep namağan. Özü öz devirdeki dağınık alim, dağınık qazi. Bulapma usulü fıkkı, tefsir, fıkkı ilminde, Arap dili şunasıqıda yettik bir ulema. Hatta müctehitlik dersiga yetken büyük müctehitlerden. İmam Zahabi rahmetullahi aleyh bu adam hakkında süpetlep bu adam mundaq degan. Müctehitlik dersiga yetken öz vaqtidagi Şafii mezhebiniki peşvalık makamı muş adamga taalluq bo'lgan öz zahid, taqva, emir ma'ruf, nehi munkarni buyuradigan, dindan ayetdan ching turadigan, taraflardan, yurtlardan o'quvchilarningki ustozi bo'lgan nurg'un mujtahid ulamolar bu odamda o'qib yetishib chiqqan deb sifatlagan. Demak bu o'z davridagi davr bo'lgich ulamolarningki birsi. Asli İzz ibn Abdüssalam Hicriye 577 yılı Demişk'te tug'ilib, shu yerda cho'ng bo'lgan. Demişk'te o'qigan, Jamil Umaviyniki xatiblikini qilgan. Hatta Jamil Umaviyda dars o'rgatgan bu odam. Shu G'azzaliniki takisi deydigan bir takiba, bir bo'ling. Shu yerda dars o'tgan. Endi bu odam nayatliqi, dadil, haqni ching turdigan, nayat ilmlik, taqva odam bo'lg'achqa hamda Bulapmı biz neç qıtım derste dedik. Muş ulemanın taqvalıqı özünün dadıllıqıda körüldü dep. Qandaq bir ehli ilim podaqçı bolup diken, qandaq bir ehli ilim yalaqçı bolup diken, bunun taqvalıqı yo'qaydı. Qağan tarafları onu tüzetkili boldu şahsi avval, amma podaqçılık bu adamniki zini milletke, ailesiga, devletke, vatanga, dinga hem narsaga yetib bordi buniki zini. Şunlaşqa bu adam şu ayni vaqtdagi Suriyaning Damashqniki xatibligini eng cho'ng dini peshva o'rnini saqlab kelgachga nurg'un tarafdan o'quvchilar kelgan. Shu jarayonda shu Damashqning hokimlariga, valilariga nihoyat ko'p nasihat qilgan, ularning xato qilmishlari qarshi chiqqan. Şunlaşqa bu adam bir necha qatim turmaga so'langandan keyin oxiri Misrga ko'chib ketishga majbur bo'lgan. Mısır'a bağlandığı için bütün qazilarning qazisi degan nomiga erishib, shu yerda bosh cho'ng qazi bo'lgan. Fatvo, o'qituvchilik ishlari bilan mashg'ul bo'lib, Misrdagi Jami Umr ibn As'da xatib bo'lgan bu odam. Oxiri shu tatarlar bilan mo'g'ullar bilan bo'lgan urushda asosiy eng ma'naviy dahi deyishki bo'ldi. Chunki bu odam jihodga o'z qatnashishi bilan birga nurg'un kishilarni bu jihodga targ'ib qilgan. Demek bu adam şu Mısır'nınki Eyyubiler sulalisi ve Memlukiler sulalisinden ibaret iki çoğun sulalini birlikte ötközgen. Hatta Zahir Beyberi sultan bo'lgan vaqtida sen bir qul, sen sultan qilishga bo'lmaydi. Qulluq altında senin qulluqingni, ya'ni ozodligingni isbotlaydigan, qulluqingdan ozodligingni isbotlaydigan isbot ekkel degan. Shu isbotni ekkelgandan so'ng ondan tunji bo'lib sultan Zahir Beyberisga bu adam bayat qilgan. Şunlaşqa Zahir Beyberis keyinki mezgilde mening padişahligim endi muqimlashdi degan. Bu vaqt İzz ibn Abdüssalamniki o'lib ketgan vaqtda deyilgan gap. Bu odamniki mush ilmiy jihat qo'shgan tuhfalari nihoyat zo'r. Bo'lapmi shu tafsir ilmini tunji bo'lib masjidda Jami Umr ibn As'da dars sifatida o'quvchilarga so'zlagan odam bu. Tarixda tunji bo'lib. Uning oldida bu rivoyat shaklida deyilgan. Ondan başqa hem de İzz ibn Abdüssalam neymiş? Şu Sünni sopi deydigan qarashlarmi mavjud. Bu jihatda ko'plagan ulamalar mush qarashni yakunlab chiqargan.
Bu kishiniki endi tarixda yetib qoldigan muhim kitoblari bor. Tafsir ibn Abdusalom deb bir tafsiri bor. El-İşara ile İcaz deydigan majoz Qur'on haqida yozgan bir kitobi bor. Amali nomli bir kitobi bor bu odamniki. Uningdan boshqa mesela Sahih Muslimni Muxtasar Sahih Muslim deb bir kitobi bor. Bu odamniki bugun islom dunyosida eng mashhur kitoblaridan Qavaidul Ahkam fi Masalihil Anam degan kitobi. Shu islom fiqhi sidiki eng cho'ng bir qoidaviy kitob. El-İmam fi Bayan Edillatil Ahkam degan kitobi. Bular Qavaidul Ahkam degan kitobi bek mashhur. Ondan başqa bu davrda ölüp ketgan mashhur shaxslardan Al-Alamul Lavraqi degan kishi. Bu Al-Alamul Lavraqi degan Alamuddin Lavraqi degan bo'ldi. İsmi Abu Muhammad Qasim ibn Ahmad ibn Muvaffaq. O'zi İspaniyaning, yani Andalusniki Mursiya degan shahardan Hijriya 575-yil tug'ilib, Hijriya 661-yil, ya'ni milodiya 1263-yil o'lib ketgan. O'z davridagi donglik nahvshunos, ham fiqhshunos, hem usul fiqhshunos, hem Qur'on Karimniki qiraat ilmidagi donglik peshiva, hem shundaqla shu aqliyat ilmlari jihatdimi ilm kalom sohasidagi donglik ilm kalomchi bo'ladi. Tarixchilar bu odamni shu Ispaniyadagi nahvi ilmidagi asoschilaridan deb qaragan. Bu odamniki mashhur kitoblaridan Sharh Muqaddimatul Juzuli bor. İmam Zamaxshari rahmetullohi alayhining Sharh Mufassal degan kitobini Al-Muvassal yoki Muvsal deb sharhlaygan 10 tom chiqdi. Undan boshqa Sharh Shatibiyani mushadam sharhlaygan. Bu zot o'zi Damashqda o'lib ketgan, Damashqda. Nurg'un ulamolar shu g'arbdan sharqqa kelib, mushalda ilm tahsil qilish ham o'qitish bilan mashg'ul bo'lgan. Bu kishimi shu buyuklardan deyishki bo'ldi. Undan boshqa bu davrda o'lib ketgan eng mashhur shaxslardan Abul Qasim Qabbari degan donglik o'z davrining zohidi, taqvo bir kishi bor. İsmi Muhammad ibn Mansur ibn Yahya al-Qubbari yoki Qabbari. Sekendari deymiz. Sekendari degan shu Iskandariya. O'zi Maliki mazhabda bu odam. Iskandariyada 587-yil tug'ilgan, 662-yili o'lib ketgan bu odam. Bu odam faqat hayotida Iskandariyadan ayrilmagan. Shunga bu odamni Sekendari deyildi. Faqat haj qilish uchun chiqqan vaqt ayrilganligi ta'riflangan. O'zi shu quloq, tam mushayatda ketib qolgan ekan mushtazga a'zolari. Ammo shunda bo'lsa-mu nihoyatda sabrchan o'tgan, ko'p o'quvchilarga dars o'rgatgan, ilmiy jihat ko'p qo'shgan bir buyuk alloma deyildi. Bu odamniki o'zining mashhur qarashlaridan emgak qilish, ishlash, tijorat qilish, o'z oilasini va o'zini qamdashni bu odam cho'ng farz, cho'ng ibodat deb qaragan. Boshqalardan savol, boshqalardan tilamchilik qilish, savol, sadiq tilashni bu bir xorliq, bir ahonat deb qaragan. Shunlashqa davomli tasvir serib o'tirdigan, o'z davridagi xonaqalarda ibodat uchun o'ltirdigan, Qur'on o'qib o'ltirgan odamlar qarta bu odamniki tanqidiy fikri bo'lgan. Shunlashqa Ayyubiy podsholardan Malikul Kamil ko'rishiman Qabbari bilan deb bo'lgan vaqtida shu ko'rishga unmagan, ishkining oldig'ichi bo'lsinmi, bu bir xil ham cho'ng bilib qoladi, hamda g'aybati qalbida tiklanib qoladi. Bu Xudoni ham saqlab, Xudoni cho'ng bilgan odamlarga nisbatan boshqa podsholar, boshqa kattalar cho'ng bilinsa, bu o'ziga bir nomus his qiladi bunda zohidlar. Hamda Shayx Qabbari o'lib ketgan vaqtida Damashqda bu odamningki g'oyib namozlar o'qilgan Damashq degan vaqtida shu o'z davridagi bir mashhur shaxs bo'lg'achqa shu imkoniyatlar oz holatda shu shaharlarga yetib borgan xabarlar. Iskandariyada mushadamningki uyning o'rnini hozir shu Iskandariyada o'zining uyiga dafn qilingan ekan. Hozir shu masjid qilib, qabr qilib Misrda bekitib qo'yganlar. Undan boshqa bu davrda o'lib ketgan mashhur shaxslardan Zaynuddin Xolid ad-Nablisi degan kishi. Bu kishining ismi Xolid ibn Yusuf nomi bilan Nablus degan hozirgi Falastinning buyuk shaharlaridan 585-yili Nablus tug'ilgan. Bu yerdan ko'chib kirib Imom Navaviy qatorliq, Ibn Daqiqul Ayd qatorliq shayxlarda Damashqda o'qigan. Keyingi mezgilda shu Damashqda turib qolgan bu odam.
Bu kishimi 663-yili o'lib ketganligi tarixda xotirlangan. Uningdan boshqa bu davrda o'lib ketgan mashhur shaxslardan Hafiz nomi bilan mashhur bo'lgan Ibn Musti degan kishi. Ya'ni Abu Bakr ibn Musti degan bo'ladi. Bu zatmi 599-yil tug'ilib, Hijriya 663-yili, ya'ni milodiya 1265-yil o'lib ketgan. İsmi Muhammed ibn Yusuf ibn Azdil Mahlabi yoki Muhallabi nomi bilan. O'zi dаңliq shu davrdagi katta hadis-shunaslardan bo'ladi. Bu kattimi o'zi arablardan bo'lgan bilan jamoatda bu Andalusda yashagan. Andalusda. Chunki nurg'un arablar Andalusda makonlashib qolgan bu kishilar. Lekin keyingi mezgilda o'rta Sharqlarni Tunis, Halab, Damashq qatorliq joylarda o'qib, masalan, Misrda turib, oxirida hamda bu odam Makkada makonlashib, Makkada makon tutib oxirgi umrini mushahada o'tkazay deb turgan paytlarda bu odam qaslab o'ldirilgan. İmam Zahabi İmam İbn Hajar Asqalani rahmetullohi alayhi bu odamga baho bergan vaqtida bir ilmning koni dengiz edi, dаңliq muhaddis hofizlardan edi deb qaragan. Bu davrda o'lib ketgan mashhur shaxslardan İmam Abu Shama al-Maqdisi degan kishi Abdurrahman ibn Ismoil nomi bilan mashhur. O'zi ham tarixchi ham muhaddis, Shofiy mazhabining buyuk faqihlardan bo'ladi. Bu odamni nimishqa Abu Shama deymiz degan vaqtida shu sol qishining ustida bir mangva ekan. Shunlashqa manglik degan bo'ladi bu Abu Shama degan. Shunlashqa Abu Shama deb atalgan. Bu odam Hijriya Damashqda 1203-yili milodiya tug'ilib, 1267-yili o'lib ketgan. Damashqniki buyuk ulamolardan ismi Shahobuddin Abul Qosim nomi bilan mashhur. Nimishqa maqdasi deymizsak, bularniki kelib chiqish ota bo'lsinki, jamoatining kelib chiqishi mush Baytul Maqdisdan, Falastindan. Shunlashqa bu maqdasi deb ataydi. Bu kishimi Misrniki dаңliq Darul Hadis al-Ashrafiyya qatorliq hamda Ashraf Qalovullarning maktablarida o'z vaqtida o'qitish, fatvo ishlari bilan mashg'ul bo'lgan. Bu odamning hamda dаңliq tarixiy kitoblardan Ar-Rawzatayn fi Akhbar ad-Dawlatayn Salahiyya va Nuriyya nomli bir kitobi bor. Uningdan boshqa masalan kitoblar nihoyat zo'r. Masalan Ibn Sakirningki Tarix degan kitobini bu odam qisqartgan. 14 tane kitabim bor bu odamniki mashhur. Ko'plari asosan shu tarixiy kitoblar. Bu odamning o'lib ketishi to'g'risida qiziq bir voqea bayon qilinibdi. Ikki odam fatvo so'g'an bo'lib kirib, urib shu kasal qilib, shu kasalda o'tirayotgan deyilibdi. Alloh shahidlikni bersin bu kishiga. Bu davrda o'lib ketgan mashhur shaxslardan Tajiddin ibn Bintul Az degan kishi. Bu Abu Muhammad Abdulvahhab ibn Xalab nomi bilan mashhur. O'zi davrdagi dаңliq Qozi Quzzat, butun qozilarning sardori bo'ladi. Bu odamni nimishqa Ibn Bintul Az deymizsak, chunki bu odamning ona taraf cho'ng dadisi Aziz ibn Shukr degan odam Ayyubiylar davrida Malikul Komilning vaziri bo'lgan. Shunlashqa bu odamni shu vazir cho'ng dadisiga nisbat berib mashhurroq jamoatidagi mashhurroq kishilarga shunga buni Bintul Az deb bunda nisbat bergan. Bu kishi Hijriya 604-yili tug'ilgan. Shu davrdagi nurg'un ulamolarda hadis o'qigan. Shundan Abu Davudni masalan Zakiyuddin Munzirida o'qigan. O'zini olim, fozil, iffatlik, zehni ochiq, podshoning huzurida turda o'tirishga loyiq bo'lgan, fikrini to'g'ri, o'tkir odam edi deb sifatlangan. Bu odam shu Misr diyorida ayni vaqtida vazirlik maqomida, qozilik quzzatlik maqomlarida, divon ishlarida, Shofiy mazhabining mazhab o'qitish ishlarida degandek xutba, xatib, mushta ishlarning hammasini mushadam bir qo'lliq elib mangan. Chunki bunday mansablar bir odamda bir davrda bo'lmaqin yomon tas, ya qozi bo'ladi, ya xatib bo'ladi, ya faqih bo'ladi. Ammo madamda bu umum biz yuqorida beshida aytgan mansablarning hammasi ko'rilgan. Hatta İzzet ibn Abdussalam rahmetullahi alayhi bu odamni nihoyat hurmatlagan. Chunki bu İzzet ibn Abdussalam shu hukm ishlarda o'sha odamning noibi bo'lgan.
Ezid ibn Abdussalamning naib bo'lgan edi. Hatto Ezid ibn Abdussalam o'lib ketgan vaqtida shu qozilik mansabiga mush adam bo'ladi deb bekitib qo'yib tavsiya qilib ketgan. Bu zatmi shu Hijriya 665-yil o'lib ketgan. Hamda Misrda shu qozilikni 4 mazhab bo'yicha Misrda tunji qatim bo'lgan odam mushu. Undan burun Shiyalar kim hokimiyatga yaqin bo'lsa shuning hukmi hukm. Ammo bu odam demak mush 4 mazhabniki qozilarni bekitish orqali qozilik maqomatni hokimiyatdan, siyosatdan arayotgan gap bu yerda. Ya'ni bundaqda qozilik mansab hammadan yuqori bo'lish kerak. Qozini sotlay oladigan, fuqaroni sotlay oladigan darajada bir nazorat shaklidagi bir organ aylanadigan deyishga bo'ladi. Va bu davrda o'lib ketgan mashhur shaxslardan Abul Hasan ibn Adlan degan kishi Hijriya 583-yil tug'ilib, Hijriya 666-yil o'lib ketgan. İsmi Ali ibn Adlan nomi bilan mashhur Afufiddin deymiz. O'zi Mavsilda, Iroqning Mavsilda tug'ilgan, nayt dаңliq tilshunos. Ham uning ustiga bu odam shu ham hadisshunos deyishga bo'ldi. Chunki Halab, Damashq, Qoyira degandek o'rinlarga berib shu yerda ilm tahsil qilgan. Qoyirada o'lib ketganligi xotirlanibdi. Undan boshqa bu davrda o'lib ketgan mashhur shaxslardan Ibn Daqiqul Ayd degan kishi o'zini hamda bu yerda Majduddin Ibn Daqiqul Ayd deyilgan, lekin Ibn Daqiqul Aydning yana bir bolasi bo'lgan Taqiyuddin degan. Bu bakrak mashhur bo'lgan, bu Hijriya 702-yil o'lib ketgan. Ammo men Majduddin Ibn Daqiqul Aydni bu toza men tep bo'lamadim. Undan boshqa bu davrda o'lib ketgan mashhur shaxslardan Abul Hasan ibn Usbur an-Nahvi degan kishi. Bu odam Andalusdagi Ishbiliyada yashagan, o'zetiga Yaman Hadramavtliqlar. Ammo bu odamni Andalusdagi shu arab tili grammatika nahvi ilmida ta'sir ko'rsatgan buyuk shaxslardan Ali ibn Mu'min nomi bilan mashhur. Hatto bu odamni Andalusda arab tilini bayrog'ini ko'targan mash'alchi deb sifatlangan bu odam. Arab tili haqida zo'r tuhfalarni qo'shgan buyuk bir tilshunos. Arab tilshunosligi hamda boshqa tilshunoslikka o'xshamaydi, chunki bu Qur'oni Karimni, hadis Rasulullohni qo'g'dash uchun qilinadigan bir jang. Xo'sh, bu odam Hijriya 597-yili Ishbiliyada tug'ilgan, Muvahhidlar davri Andalusniki. Shu o'z davridagi dаңliq ulamolarda o'qib, nurg'un ijodlarda yurib, Tunislarda, Mag'riblarda shu yerda yashab, masalan. Chunki ayni vaqtida Tunis, Mag'rib, Marokash, Ispaniya, Andaluslar asosan bir diyorlar. Ba'zida ham bu davlatlarni bir hokimiyat, ya'ni bir podshoh boshqargan. Bu odamniki muhim kitoblardan Al-Muqra fin-Nah, Al-Mumtah fit-Tasrif qatorliq kitoblari va asosan kitoblarning 26 parcha kitob borliqda yozilgan, ammo 26 parcha kitobninki ko'plari yo'qolib ketgan. Bu asosan ko'plari arab tili grammatikasiga taalluq bo'lgan kitoblar. Bu zot Hijriya 663 yoki 669 degan, demak shu oraliqda o'lib ketganligi xotirlangan. Bu zatning o'lib ketishiningki ma'lum bir sabab bo'lgan. O'z davrida Sulton Muhammad al-Mustansirniki qishig'i kirganda, bu Andalusning podshosi qishig'i kirib sulton o'zini bog'iga chiribgan, hamda bog'not katta, hamda Andalusniki bog'lari, podshohning bog'lari hozir mashhur-ku Ispaniyada. Shundoq sha'ni shavkatlik bog'larning birida o'tag'an ekan, bu podshoh bu kishiga debdi-da Ibn Usburga. Bizning podshohligimiz, taxtimiz shunday katta yo'g'inab ketdi, ko'rdingizmi degandan keyin bu podshohga azaldan maqtangan amroq qildigan bir haq bu. Ibn Usbur javob berib, biz va bizga o'xshash odamlar bilan katta bo'ladi podshohlik degan debdi. Demisin to'g'ri. Ibn Usbur degan Malikun Nahv. Bir davlatda bir ilm yukselmasa, o podshohlikni yukseldi degili olmaydi albatta. Bu gap bu sultonning sal g'ururiga tegib ketib, sal ochchig'ini yutib, qaytadigan vaqtida shayxni uzitib qo'ymay, o'ziniki ba'zi go'ndipaylarga deb qo'ydi ekan. Ketayotgan yerda ishni to'nadi. Ma'qul deb shu yo'lda ishni o'tayotgan, shuning sababidan o'lib ketgan deydi. Shunlashqa Ibn Xaldun rahmatullohi alayh
Muşta geplarni ekep turup ulamalar siyasettin en yarak kişiler dep ta'riflagan. Çünkü siyasetga ulamalar yaqin kelgandikillam padişahning ishi akmaydı. Onundan başka bu devirde ölüp ketken meşhur şahslardan Kamaluddin Sallar Erbeli degan kişi. Salar ibn Hasan ibn Ömer namı bilen. Bu İbn Salah İmam Nevevi rahmetullahi aleyhinki şagirdleri buludu. Hatta İmam Nevevi rahmetullahi aleyh öz devirde bu Şafii mezhep nispeten elbette vaqtida büyük bir imamimiz, kattimiz deb süpetligen. Demek Şafii mezhepteki büyük şahs deyişki boldu bu adamni. Bu kişi 670-yili ölüp ketganligi xotirlangan. Hamda Şam diyarda hamda öz devirdeki nihayeti katta büyük ulama. Hamda Şamda bunundek ulama qolmadi deyilgan öz devirde ölüp ketganda. Xo'sh, bu devirde ölüp ketgan meşhur yana bir şahslardan Abdurrahim ibn Yunus degan kişi. Bu kişi Abdurrahim ibn Razi Muhammed ibn İmaduddin Muhammed ibn Yunus deb banda süpetlengen. Bu kişi Hicriye 671-yili ölüp ketken. Özünki Taciz namlıq bir kitabı var. Bu kitabı nayetli meşhur. Şoňlaşqa bu adamning şu Taciz kitabı meşhur bolğaçqa muş kitap bilen bekrek süpetlengen. Nurg'un kitaplarni yazgan bolsunmu, lekin bekrek ko'zi ko'radigan kitabı muşu. Hatta İmam Razi rahmetullahi aleyhinki Mahsul namlıq kitabını bu şeyden qısqartqan. Onundan başka bu devirde ölüp ketken meşhur şahslardan İmam Qurtubi rahmetullahi aleyh. İmam Qurtubi Şemsuddin Qurtubi Muhammed ibn Ahmed ibn Abi Bekir deymiz. Yoki Abu Abdullah kunyasi bilen meşhur. İspaniyanın Endalus'taki Qurtubi şehrinde tug'ilgan. Kichkidillar mush arab tilini o'qib, Qur'oni Karimni o'qib, fiqh, qiraat, balog'at, mushta ilmlarda, hatta arab she'riyatda qatorliq ilmlarda yetilib, oxirgi bu odamniki vafot bo'lgan yeri Hijriya 671-yili Misrdagi Moniya o'lkasida. Bu tarixdagi nihoyatda donliq mufassir, faqih, muhaddis, taqvo, zohid deb qaraladi. Hatta İmam Qurtubi rahmetullahi aleyh Endalus'daki en devirdeki zor, mol bo'lgan ilmi faaliyetlerde nihoyatda foydalangan bo'ladimi Qurtubidan. Çünkü Qurtubining ilmi hareketi nihoyat bek rivojlangan öz devirde. Bu adamniki ustozlar nihoyatda ko'p. Mesela El-Mufhim fi Şerh Sahih Müslim namlıq Sahih Müslimning sharifini yazgan Abu Abbas Qurtubi mesela bu adamniki ustozi bo'ladi. İmam Qurtubi to'g'riliq ko'p to'xtalmaymiz. Bu adamning mesela El-Jami' li Ahkamul Qur'on degan kitobi hozir qadar arab kitob xallarda nihoyat mashhur. At-Tazkira bi Ahvalil Mawta degan bir kitobi bor. Bu kitobi nihoyat mashhur. Demak, shu ikki kitob bu adamniki qandoq bir buyuk odam ekanligiga dalil isbot bo'la oladi. Hatta İmam Zahabi rahmetullahi alayhi bu odam haqida gap qilib, ilmni bir dengiz, nurg'un pallani yaxshi biladigan katta kitoblarniki avtori degandek sifatlar bilan sifatlagan. Bundan başqa bu adamning maqtaganlar, ulamolar nihoyatda zo'r. Xo'sh, bu davrda o'lib ketgan mashhur shaxslardan yana Sheyx Jamaluddin ibn Malik degan kishi. Hamda Jamaluddin ibn Malik degan adamning ismi Muhammad ibn Abdullah ibn Malik at-Tai deymiz. Hijriya 600-yil tug'ilib, Hijriya 672-yili o'lib ketgan. Bu kishi tigi Endalusdan bu odam nomi, lekin asli nasab kelib chiqishi arablarniki Tay qabilasidan. Ammo shu Endalusda oti bo'ldi, shu yerda makon tutib, shu yerda tug'an. Bu odamning eng mashhur kitobi Alfiyat ibn Malik degan kitob. Har qanday arab til bilgan odam buni biladi asosan. Hech bo'lmaydigan kitobning ishini bilmasmi, teshini biladi. Bu adam keyingi mezgilda shu Damashqda yashagan. Bu adamning shu Alfiyat ibn Malik degan kitobi bu adamniki naqadar buyuk bir ulamo ekanligiga dalil. Ondan başqa Al-Kafiyat Şafiyat namlıq bir 3000 beytdan tarkib topgan bir kitobi bor. Bu shu nahv sarfni asos qilib yozgan bir kitobi. Amma eng mashhur bo'lgani shu Alfiyat ibn Malik degan kitobi bakrak mashhur. Bu kitobniki shu Sheyx Ibn Sayminning sharisi va Ibn Aqlning sharisi va tarixda.
Mesela Evzahul Mesalik deymiz muş kitapninki şerisi. Hoş. Menhecus Salik deymiz. Bu mu şu Elfiyat İbn Malik'ninki şerisi. İbn Malik'ninki kitabının. Bu adamlar süpetlep öz devrdeki ulemalar özüne ait imam, zahid, takva, ilim ona ait herismen adam ide dedi. Hatta ölep ketken kısmı 8 beytini yadlap ölep ketken ki. Davamlıq yadlaydı kent. Özüne ait köp kitap gördüğün, köp kitaplarını tekrarlaydıgan adam bulup adam qarsa ya namaz okuvatkan, ya Kur'an okuvatkan, ya bir narsa yazıvatkan, ya balla başqalar ders öğütüvatkan, Kur'an öğütüvatkan muştala mahalatda uçuraydı deb ta'riflagan. Bundaq zor neticeler adette asan qo'l kelmaydi. Bu adamning hamda şu Bedruddin Malik deydigan bir o'g'li bo'lgan-ki, bu o'g'limin ait katta o'zlarining buyuklaridan bo'lsa kerak, lekin bu Bedruddin'ninki tarjimali toza yaxshi tepilmay qoldi. Onundan başqa bu davrda o'lib ketgan mashhur shaxslardan Nasriddin Tusi degan kishi o'z davridagi Moğollarning xos odamlardan falsafa ilmining shu davrdagi peshvosi. İsmi Abu Ja'far Muhammad ibn Hasan at-Tusi. Miladiya 1201 yil tug'ilib, miladiya 1274 yili o'lib ketgan. O'zi cho'ng kimyogar, biyologiya ilmi, astronomiya ilmi, matematika, falsafa, tibobat, fizika, ilmi kalam qatorliq fanlarda bir peshvo xarakterlik ulama. Ama o'zining tigi kelib chiqishi Paris mazhab jihatini ilib etgan vaqtida bu odam Şia mezhepleriga, hatta İsmailiya firqasiga tabi. Ba'zanlar o'sh Isna Ashariya deyilgan. Tarixdagi o'z davridagilar emas, tarixdagi Parislarniki eng katta ulamolardan sanaladi. Bu gap Ibn Xaldunning bahsi. Özün dadısımı öz davriniki nayet dağınıq faqih muhaddislerden sanaladi. Lekin dadısı burullam ölüp ketken. Dadısınınki arzusu boyunca bu Muhammed kichkiden nayet yaxshi yetilib, meşhur ulamalarniki leksiyalarini sorularda qatnashib, bu pishqan, yetilgan baldulam. Bu mushu ilmi sahaniki hamma sahalarga qatnashganda bu. Bu ximiya o'qigan, matematika o'qigan o'z davriniki ulamalarda. Onundan başqa məsələn şu tasavvuf mu o'qigan. Lekin bu odamniki şu bakrak tatib ketgan tarafi ilm jihatda falsafa bilan bakrak shug'ullanib ketgan. Endi bu odam tarixda deyilsa shu nimani setivetgan, Abbasiylar xilofatini setivetgan deyildi. Bu İsmailiya mazhabiga tabiat edib bu odamniki katta ulamo bo'lish bilan birga ko'rsatgan ziyni naytusur. Bu yerdagi ziyni bu odamdagi aqidaviy masalasiga muhim masala. Chunki bu odamning aqidasi Alaviy, ya'ni Shialar firqasiga tabi bo'lg'achqa Abbasiylardan iborat sunniy xilofatni yo'qtib, biz Alaviy xilofatga yetkilmaymiz degan fikr bilan bu o'yan o'ynab, oxiri bu o'yanniki qurboni davlat, vatan, butun xalq musulmon tortgan. Bu davrda o'lib ketgan mashhur shaxslardan Tajuddin ibn Sa'iy degan Mustansiriya maktabining ombachisi. Bu kishi 593-yil tug'ilgan, Hijriya 674-yil, ya'ni milodiya 1275-yil o'lib ketganligi xotirlangan. Bu tarixdagi danglik avtorlardan bo'ladi. Chunki bu Mustansiriya kutubxonasi madrasasining, ya'ni ombachisi, kitobning omba ishlariga mas'ul. Şunlaşqa bu yerden paydalanıp nurgun eserlerini yazgan bu adam. Bu adamınki Ed-Durrus Samin fi Esma'il Musannifin, El-Cami'ul Muhtasar fi Unvan-ı Tarih ve Uyun-ı Siyara etken 25 tomluk bir kitabı var. Onundan başqa nurgun asasen kitaplar bu tarihi cihati yazılgan. Bu davrda ölüp ketken meşhur yeni bir ulug' şahs Burhanuddin ibn Cema'a degan kishi. Bu kishi 675-yil o'lib ketgan danglik ilm ahllaridan, dadisimi, cho'ng dadisimi, katta ilm ahllaridan. Bu kishi nurg'un ilmlarni o'rgangan, o'zine ait diyonatlik, ota boblardan tortib qozi yashagan. Bu odam biz bayatini
gapini qilgan imom ibn malikda o'qigan grammatikani. Shunlashqa bu jihatdimi bu odamniki yutuq ish izlari bor deyishga bo'ldi. Hatto o'zing kichik yoshlar vaqtida bir fatvo masalasini yezib imom Navviyga tanlaganda imom Navviy nihoyatda bu yaxshi baho bergan bu odamning fatvosiga. Shunlashqa Quddusninki qoziligini qilgan bu odam yoshlar. Bu davrda o'lib ketgan mashhur shaxslardan Najmuddin Kotibi al-Mantiqi deymiz. Bu Najmuddin Kotibi Qazvayni Hijriya 600-yil tug'ilib, Hijriya 675-yilda o'lib ketgan. O'zi astronomchi, matematik, bir faylasuf. Kelib chiqishi bu odamning Paris millatidan. İsmi Ali ibn Umar ibn Ali nomi bilan mashhur. Bu odamni masalan shu Dabeyran deydi. Dabeyran degan Parischa ayni vaqtida balkim danishmand mantiqchi degan bo'ladi ekan. Danishmand mantiqchi. Bu bayatning gapini qilgan Nasriddin Tusiyning ham shogirdi, ammo bu odam Shafiy mazhabda. Avvaldan qaraganda biz mush tarixlarni hozir o'rganyapmiz. Ayni vaqtida birsi Shia, birsi matematik, birsi mantiqchi bo'lsa-mu, ulamolar o'ziga munosabatlik ilmni shu ulamolardan o'qib foydalandikanda, shunlashqa hozir Shia ustozlar bir sunniy Shafiy mazhabniki o'quvchisi, agachchisi, peshvosi o'qiyotdi bu yerda. Bu odamniki Ar-Risalatu Shamsiyya fil Qawaid al-Mantiqiyya, ya'ni Ash-Shamsiyya degan kitob mush odamning kitobi, donglik mantiq ilmidagi Shamsiyya degan kitob mush odamniki kitob bo'ladi. Bu Shamsiyya bizniki diyorlarimizda O'rta Osiyo, Mavra an-Nahr rayonlarida nihoyatda ko'p olqishga erishgan kitoblarning biri. Hatto Sa'duddin Tabtuzani rahmatullohi alayhi shu Shamsiyyani sharhlab chiqargan. Tahrirul Qawaid al-Mantiqiyya fi Sharh ash-Shamsiyya nomli bir kitob bor. İmam Jurjani'ninki. Bu mu Shamsiyyaga yozilgan bir sharhlarning biri. Onundan başqa Hikmetul Ayn deydigan bir matematika, tabiat ilmi, mantiq munosabatlik bir kitob. Onundan başqa hatta shu Faxriddin Razining ilmi kalomda yozilgan Muhassal nomli kitobni bu odam mufassal debmi sharhlaganligi tarixda qayd qilib o'tilgan. Bu davrda o'lib ketgan mashhur yana bir shaxs imom Navviy rahmatullohi alayh, Yahya ibn Sharafun Navaviy Abu Zakariya Hijriya 631-yil tug'ilib, Hijriya 676-yil, milodiya 1277-yil o'lib ketgan. Nimishqa bu odamni Navaviy demizsak, bu odam Suriyaning Sham diyorininki Navo degan o'lkasidan, viloyatidan. Bu kishi o'z davridagi donglik tilshunos, ham faqih, ham muhaddis. Nimishqa muhaddis deymiz? Chunki Riyoz Solihinning avtori. Nimishqa faqih deymiz? Shafiy mazhabidagi donglik bir asarning avtori bo'ladi bu odam. Aslan Arba'un Navaviyniki avtori mush odam, masalan, Muhazzab degan kitob Shafiy mazhabidagi fiqh kitob, mush odamning kitobi. Nimishqa tilshunos deymiz degan vaqtida bu odamning maxsus shu tilshunoslikqa aloqador bir asma ism bilan boshlangan bir kitobi bor. İmam Navaviy rahmatullohi alayh 45 yosh atrofida o'lib ketgan. Yoshlam o'lib ketgan bu buyuk alloma. Hayoti nurg'un asarlarni qoldirib o'tgan. İmam Navaviy rahmatullohi alayh to'g'riliq ulamolarniki nihoyatda nurg'un yaxshi bahosi bor. Ko'p sonli ulamolar bu kishiniki taqvolik bo'lsin, ilmiy jihatdagi tuhfalari bo'lsin, ulamolar bek olqishlagan. Hatta İmam Navaviy rahmatullohi alayh hayotida bir to'y qilmay o'tib ketgan odammi? Mushu İmam Navaviyning mushu Riyoz Solihin bo'lsin, Al-Arba'un Navaviy bo'lsin, har qanday bir musulmon oilasi bugungi kunda dunyoning hamma yerida mush kitob bor deyishki bo'ldi. Qanday millatning tilida bo'lsin, Riyoz Solihin ko'pincha tarjim qilingan. Arba'un Navaviyni hozir qadar bütün har qaysi millatdagi musulmon ommalar buni tarjim qilyotdi, darslik qilyotdi. Bu nihoyatda bu odamniki davomli kunda nurg'un ajr savobli inshaalloh berib turadigan buyuk shaxslarning biri bu. İmam Navaviyniki nurg'un kitoblari bor. Bo'stonul Arifin deymiz, bu Daqoiqul Minhaj deymiz, Daqoiqur Ravzi deymiz, Ruusul Masail deymiz. Kitoblari yomon ko'p.
Bayat ama ismini diyemegen kitap Tehzibul Esma ve Lugat degan kitap. Bu kitap bunayet bek meşhur. Et-Tibyan fi Adabi Hamletul Kur'an. Bu kitabın Uygurçası var. Ravzatut Talibin deymiz. El-Minhaj fi Şerhi Sahih Müslim deymiz. Muşulun hemmisi İmam-ı Nevevi'nin kitapları. Hem de Riyaz Salihin her qanda bir ailede buluş tegishlik. Dinning umumiy maqsad nishoni merkezleşken bir kitap deyishki bo'ladi. İmam Nevevi to'g'riliq shunchaki so'zlayli. Bu adamning hayotiga munosabatlik masalalarni o'ziniki kitoblardagi tarjimal asosida bekrak izlangan yaxshi. Undan boshqa bu davrda o'lib ketgan mashhur shaxslardan Sadr Sulaymon Imomul Hanafiya debdi. Bu kishiniki kimligini men topolmadim, ammo tarixiy jihatdan ilbetqa vaqtida bu balkim ayni davrdagi Sadrdan Konaviy degan ulamo shu bo'lishi mumkin deb o'yladim. Chunki bu odam mushu davrda o'lib ketgan ekan. 672-yil hijriyaniki, yani 1274-yil. O'zi turk ulamolardan, o'zi Sofi Muhyiddin Arabining shogirdi, masalan, nurg'un kitoblarni yozib qoldirgan. Tafsiratul Mubtadi va Tazkiratul Muntahi nomli kitob, masalan. Sadrdan Konavining kitobi. Sadrdan Konaviy uning ustiga shu Seljuqlar, Konyadagi Seljuqlar davrida yashagan buyuk ulamo. Shuni Konaviy deymiz. Dadisi İshaq degan odam Seljuqlarniki katta davlat arboblaridan ekan. Bu odamning shu mayli Ibn Arabiy bo'lsin, mayli Jaloliddin Rumiy bilan bo'lsin, bu odamningki aloqasi bek kuchli. Şonaşqa Jaloliddin Rumiy rahmatullohi alayh shu Sadrdan Konaviyni men o'ylab kelsam mening namozimni siz o'qing deb vasiyat qilgan. Şonaşqa bu odam shu bo'lishi mumkin deb o'yladim. Chunki bu odamning ismi Sadruddin deb boshlangan, ammo Sulaymon degan ismi o'xshamaydi ekan, men keyin qarasam. Sadrdan Konaviy hamda mush davrda o'lib ketgan mashhur shaxslar. Biz o'zimiz qo'shib qo'yaylik. Amma Mao Sadrddin Sulaymon Imomul Hanafiyaning kimligini toza farqlantiramadik. Chunki bu ismlik odamlarning ayt ko'p bo'lg'achqa. Undan boshqa bu davrda o'lib ketgan mashhur shaxslardan Tajuddin ibn Muyassar degan buyuk tarixchi Misrlik odam milodiya 1231-yil tug'ilib, milodiya 1238-yil o'lib ketgan Muhammad ibn Ali ibn Yusuf ibn Muyassar deymiz. Qoyirada o'lib ketgan mashhur bir shaxs. Bu odamning Nihoyatul Arab fi Fununil Adab deb shu ham tarix ham adabiyot sohasida yozilgan bir buyuk bir kitob bor. Hozir qadar katta buyuk manba xarakterlik asarlardan. Shu odamning kitobi Tarixul Quzzat qatorliq ahbobi Misr deymiz, Misrning xabarlari. Mush kitoblarniki buyuk avtori. Bu davrda o'lib ketgan mashhur shaxslarning Kashful Haqoiq nomli kitobninki avtori Imom Kavashi deydi. Bu mudonliq muhaddis deb sifatlangan. Bu kishining ismi Muvaffaquddin Ahmad ibn Yusuf Kavashi hijriy 680-yili o'lib ketganligi xotirlangan. Hatto bu odamniki Tafsiratul Mutazakkir nomli bir tafsir kitobining borligi xotirlangan. Ammo undan boshqa ko'p ma'lumot yo'q bu odam haqida. Bu davrda o'lib ketgan yana bir mashhur shaxs Taqiyuddin ibn Razin degan kishi. Bu kishimi o'z davridagi dongli qozi Quzzat Muhammad ibn Husayn nomi bilan mashhur. Bu odam Shafiy mazhabida yetilgan buyuk shaxslardan. Salohiddin Ayyubiyninki davrida Shomda shu davlatningki moliyasiga mas'ul shaxslarningki biri. Bu kishimi 658-yili Misrga ko'chib ketgan. Chunki tatarlar besib kelgandan keyin Misrda shu diniy ilmiy xizmatlar bilan shug'ullanib 680-yilga kelgan vaqtida bu odam Qoyirada o'lib ketgan. Bu odamning ilmiy jihatidan nurg'un kitoblar bor deyishki bo'ladi. Xo'sh, bu davrda o'lib ketgan yana bir mashhur shaxs Vafayatul A'yan nomli dongli tarixiy kitobning avtori Ibn Xallikan degan kishi. Qozil Quzzat Shamsuddin Ibn Xallikan Ahmad ibn Muhammad nomi bilan mashhur. O'zi dongli qozi, tarixchi, adib, Damashqning katta buyuklaridan. Bu odamning Vafayatul A'yan va Anba va Abna'uz Zaman degan kitobi
Arab tarixidagi eng yitik asar deyishga bo'ladi. Bu kishi Abbosiylarningki Erbil degan yurtda tug'ilgan, hozir Iroqda 608-yil tug'ilgan. Tegi Bermakiylarmi Parislardan. Bu kishi keyin Damashqda yurib, Damashqda Zoir Beybersinki zamonasida Shomning qoziligini qilgan. 10 yil qozi bo'lgandan keyin qozilikdan ilinib ketib, bu odam Damashqdagi dongli maktablarda dars o'rgatish bilan shug'ullangan. Hijriya 681-yilda o'lib ketgan odam bu. Bu kishi to'g'riliqni jiq so'zlamaymiz. Bu odamning tarixi mo'l, onun kitoblari o'ziniki bir buyukligiga bir dalolat toptirgan buyuk shaxslarningki biri. Mesela El-Kamil fi tarixni yozgan Ibnul Asir bu odamniki ustoz bo'ldi. Shu ustozning tarixni yozish jihatda bu odam bir xil o'rgangan yoki unamagan desakmi bo'ladi. Xo'sh. Bu davrda o'lib ketgan yana bir mashhur shaxs Ibn Iyaz an-Nahvi, Jamoluddin ibn Iyaz degan kishi. İsmi Ebu Muhammed Husayn ibn Badr ibn Iyaz. Hijriya 681-yil o'lib ketgan. Bu odamni Bag'dodniki ayni davrdagi donglik grammatikachi ulamolardan. Hatto keyingi Abbosiylarning keyingi davrda Bag'dod grammatika iqimininki asoschilaridan deb qaraladi bu odamni. Bu odamning Qavoidul Mutariha, Al-Ishaf fi ilm al-Khilaf nomli kitoblari meşhur. Bo'lib Al-Mahsul fi Sharh al-Fusul degan kitobi shu nahv haqida yozilgan kitoblar hozirmi mavjud bu kitob. Undan boshqa bu davrda o'lib ketgan mashhur shaxslardan Abdul Halim ibn Taymiya degan kishi. Bu kishi Ibn Taymiya rahmatullohi alayhining ustozi. Nima ustoz deb qoldim ya? Dadisi Abdul Halim ibn Majduddin keyingi mashhur Ibn Taymiyaning ustozi dadisi bo'ladi. O'zi Harranda tug'ilgan 627-yili. Harrandan Damashqqa ko'chib berib, chunki hamda Harranni Iroqqa yaqin-ku Harran. Shunlashqa bu Harranni bu besib olgandan keyin bu odam Damashqqa ko'chib ketgan. Shu vaqtida o'g'li Taqiyuddin ibn Taymiya, keyingi mashhur Ibn Taymiya 6 yosh. Damashq jamiasida dars o'tab, shu yerda turib, maqollashib, nurg'un ilmiy xizmatlarni qilgan. Majduddin o'lib ketgandan keyin o'g'li Taqiyuddin ibn Taymiya dadisininki o'rnida mudarrislik qilgan. Demak, bu kishi 682-yili Damashqda o'lib ketgan mashhur shaxs. Ibn Taymiya bo'lishiga o'sha oilaviy ta'lim tarbiyasi zo'r ta'sir ko'rsatgan. Bu shaxs o'lib ketgan mashhur shaxslardan Ibn Javon degan kishi, bu Shihabuddin ibn Javon degan kishi bo'lsa kerak. Chunki bu odam Hijriya 699-yili o'lib ketganligi xotirlangan. Bu zatmi o'z davridagi shu fiqh ilmi jihat bo'lsin, mayli fatvo ilmi jihati bo'lsin, o'z davrida hali ta'sir ko'rsatgan Damashqningki buyuklaridan deyishga bo'ladi. Bu kishi Imom Naviyninki shogirdlaridan. Bu davrda o'lib ketgan yana mashhur shaxslardan Nasruddin ibn Munir degan kishi 620-yili tug'ilgan, o'zini aytdi. Har qaysi fanlarda yetilgan buyuk bir ulamo bo'lib, shu adabiyot sohasida yetuk bir shaxs. Bu odamning shu zo'r tafsir va boshqa jihatda yaxshi kitoblar borligi xotirlangan. Bu odamningki Al-Mutavari nomli bir kitobi bor, shu Sahih Buxoriyga munosabatli bir kitob. Mush kitobi mashhur deyishga bo'ldi. Undan boshqa bu davrda o'lib ketgan mashhur shaxslardan Najmuddin al-Barizi degan kishi, bu kishimi o'z davridagi dongli qozi Ibn Barizi nomi bilan mashhur. Chunki bu odamningki cho'ng dodlari bovlaridan tortib qozi ekan. 608-yil tug'ilgan Hama degan o'lkada, hozirgi Suriyada 683-yili o'lib ketgan. O'zi shu aqliy fanlarda, shu usul fiqh ilmida yetuk bir shaxs. Aqliyot ilmi kalom jihati yetuk shaxslarningki biri deyishga bo'ladi. Bu kishi hajga kelib o'lib ketib, oxiri Madinaga yo'tkab akilib yo'lda o'lib ketgan odamni Madinaga dafn qilgan. Undan boshqa bu davrda o'lib ketgan mashhur shaxslardan ilmi kalom, turli ixtilofiy
kitaplarının abduri Burhanuddin Nesepi, İmamın Nesepi rahmetullahi aleyh. Hicriye 600 yılı, miladiye 1203 yılı tuğulgan. Öz devirdeki ulemalarda okup, tanıtışlardan işip gitip, közü körüngen. Bular ilmi kalam, munazir ilmiden bek közü körüngen kitapları var. Bu adamınki İmam Razi'ninki tefsir kitabını bu adam hulaslıgan kıskartkanda tefsir Nesepi degan şu 687 yılı ölüp ketken. Bu kişinin kabirsi hazır Irak'ta İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyhinki yine defne kılıngan. Hem tige Özbekistan'daki Nesep degan şehirden. Ondan başka bu devirde ölüp ketken meşhur şahslardan Raziyuddin Şatibi degan kişi. Muhammed ibn Ali ibn Yusuf namı bilen meşhur bolgan. Öz devirdeki İspanya'nın dağınık tilşunas uleması. Hicriye 601 yılı tuğulup, Hicriye 684 yılı Kahire'de ölüp ketken. Bu adamınki Havaş namlık bir kitabı var. Şu Arap tilşunaslıkta yazılgan. İmam Cevheri'ninki Es-Siha namlık kitabı yazılgan bir şer'i bu. Yani şunun yazılgan bir şer'i. Havaş dep kaptım. Bu devirde ölüp ketken meşhur şahslardan yana Cemaluddin Şerişi degan kişi. Muhammed ibn Ahmed ibn Muhammed namıyla meşhur bolgan Maliki mezhepninki Endolus'taki büyük uleması. Bu kişimi 601 yılı tuğulgan. İskenderiye deymiz. O'rta Sharqninki muhim shaharlarda Erbil deymiz Iroqninki. Mishalda o'qib katta ulamalardan yetilib chiqqan. 685 yılı ölüp ketgan. Bu devirde ölüp ketken yani bir meşhur şahıs İbn-i Nefis degan bütün doktorlarning ustazi Abul Hasan Alauddin Ali ibn Abil Hazm degan kişi. Bu kişi İbn-i Nefis namıyla meşhur. Bazı Qurayshi deymiz. Bu Quraysh kabilesi tevekkil. Tigi kilip çıkışı Araplardan boz gerek. Hicriye 607 yıl tuğulup Hicriye 687 yılı miladiye 1288 yılı Demişk'te ölüp ketken. Bu Müslüman ulemalının içinde nait ensiklopedlik kat ulema değişik boldu tibabet sahasida. Bu adamın muşu tibabet sahasida koşkan töhbüleri nait zor. Bu adam muşu küçük kılkan tomullarını keşf bayqığa adam bu öz devirde. Şoňlaşkan muşu Mısır'da öz devirde Mısır'daki bütün doktorlarınki peşivası bolgan. Hem de Demişk'te tuğulgan bolsunmu bu adam hem Demişk, Mısır, diyarlarda bir yaşayan adam bu. Hem de aynı vaqtda Demişk bilen Mısır asasen bir yutlamda. Bu adam tibabetdiler meşhur emas. Ondan başqa Şafi mezhepini nayet yaxşı biludu. Felsefe ilmini nayet yaxşı biludigan. Kur'an, hadis, tefsir ilmidimi? Tilşunaslık, mantiq, edebiyatdimi xil talantı var. Büyük şahslardan sanıldı bu adam hem de. Bu adamniki şu İbn Sina'nınki Teşrih Kanun yani kanun degan bir kitabı var. Mesela tibabete qiladigan. Şu kitabını şer'iyligen. Bu en katta eserlerden buludu bu adamniki. Ondan başka mesela şu Kichik Qilqan Tomola namlıq bir kitabı var. Bu kitabımı ondan başka Azalarning vazifesi namlıq bir kitabı var. Bu kitabımı meşhur. Hoş. Tarixte 37 dan kitap yazgan bolsunmu? Bu kitapның içinde 16 kitap yo'qolib ketgan. Qolgan kitapları asasen hozirgacha bor. Bu kitaplarning içinde besilgan kitapları şu İbn Sina'nınki kitabı yazgan, Qanun yazgan bir şey kitabı nima qilgan besilgan. Mantiq ilmidimi yaxshi kitaplar var. Ondan başka Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in tercümalıdır mı? Er-Risalatul Kamiliye fi Siretun Nebeviyye namlıq bir kitabı yazılgan. Bu kitabın bakine, bu kitabı meşhur kitap da kılıdı. Hatta usul hadistim yazgan kitabı var. İbn Sina'nın Şifa namlıq kitabı yazgan şerhileri var. Bu kitapların hamısı asasen besilgan kitaplarını bayan kılıp öttük. Bu devirde ölüp ketken meşhur yani bir şahıs Ebu'l Husayn ibn Abi Rabi'un Nahvi degan kişi. Ubeydullah ibn Ahmed ibn Ubeydullah
Hicriye 599 Hicriye 599 yılı İspanya'nın İşbiliye ülkesinin Sipte vilayetinde yak nailsi tuğulgan. Hicriye 688 yılı miladiye 1289 yılı ölüp ketken. Demek bu kişimi Endolus'taki meşhur tilşunas ve grammatikşunas deyişki boludu. Bu adamınki tegi kelip çıkışı Osman ibn Affan'ınki cemaatiga tutuşganlık hatırlangan. Bu davrda ölüp ketken yani bir büyük şahıs Mahsul namlıq kitabının avtori İmam Esbahani rahmetullahi aleyh. Muhammed ibn Mahmud ibn Muhammed ismiyle meşhur. Hicriye 688 yılı miladiye 1289 yılı kelgan vaqtida ölüp ketken. Undaqda bu adam 7. asırınki en ahırlarda ölüp ketdi deyişki boludu. Bu kişi Şafi mezhebinki büyük uleması. Hem de bu adamın meşhurrak kitabı Mahsul. Mahsulmuş usul fıkhi ilmideki nayet meşhur eser. Bu devirde ölüp ketken yaman katta şairlardan Afifuddin Tilmisani degan kişi. Hicriye 610 yılı tug'ilgan, Hicriye 690 yılı miladiye 1291 yılı ölüp ketken. Özü Sopi şair deyildi. Tilimsan'da tug'ilgan, Tilimsan adını Mag'rib tarafniki. Demişk'te ölüp ketken, Qayra, Türkiye'nin Anadolu tarafları mesela. Müşti yerlerde yaşayan. Ama bu adam İbn Arabi'ninki yoluga erişken. İbn Arabi, Muhyiddin Arabi degan Sopi'ninki yoluga. Hatta bu adam şu vahdatul vücut itiqadida yaşagan. Şoňlaşqa bu adamni zindiq deb ta'riflangan. Ama bu adamning hamma fanlarda birdan kitbining borligi xotirlanibdi. Hatta Allah Taala'nın 99 ismini mi şerhleganligi xotirlangan. Ustoz İbn Arabi'nin Şerh Fususul Hikam namlıq bu tasavvuf kitabını bu şedem şerhlegan. Ondan başqa bu davrda ölüp ketken meşhur şahslardan Tacuddin İbnül Ferkah degan Ebu İshaq İbrahim İbn Abdurrahman degan kişi. Bunu hem İbn Ferkah namıyla meşhur hem de Hicriye başqa İbn Ferkah gencimi. Tacuddin Fezari namıyla meşhur bolgan İbn Ferkah degan kişi. Bu Abdurrahman İbn İbrahim İbn Siba namıyla meşhur bolgan kişi. Demiş ki bu adam ne İbn Ferkah demese işkipti tokurken. Tigi Mısırlı demiş tuğan Şafi mezhebindeki büyük ulemalardan hem tarihçi, müfessir, muhaddis hem edip adam. Bu kişi İbn Abdüssalam'da okugan, Sahih Bukhari'nin okugan başka ulemalarda İbn Salah'da okugan. Bu kişi öz devirdeki dağınık mujtehid. Nurgun qazilarni, muftilarni, mudarrislarni terbiyeleyen hem munazik usta, kitap yazış kuvvetine ait yukarı bolgan büyük ulemalarından biri. Bu kişi Hicriye 1291 yılı ölüp ketkenligi xotirlangan. Xo'sh, bu davrda ölüp ketken yani bir meşhur şahslardan Zeynuddin İbnül Murahhal degan kişi. Bu kişi Ömer ibn Mekki ibn Abdüssemet namı bilen Zeynuddin İbn Murahhal deymiz. Hicriye 691 yılı ölüp ketken. Öz devirde şu Demeşk'ninki devlet maliyesininki vekili bolgan hem Demeşk'da xatip bolgan. Biz şu ölüp ketken meşhur şahslarning tarixlarini biz izlenip okup kılavatımız Jalaldin Suyuti'nin kitabıda. Qarsak burun şu maliye hizmetini tutkan ulemalar meyli devletdeki muhim idare işlerini qilganligi hemmisi dini septe yetişip çıqqanlar, mana hemmisi bir tegi sağlam, fikri sağlam adamlar. Yani Kur'an hadis bularning fikir asas bolgan adamlar mana hemmisi. Bu kişi İbn Abdüssalam'nınki büyük şagirdlerden buludu. Bu davrda ölüp ketken meşhur yani bir şahıs Şemsuddin el-Huveyyi degan Abul Abbas Ahmed ibn Halil namıyla meşhur bolgan bir kişi. Miladiye 1187 yıl tug'ilib 1241 yıl ölüp ketken. Özü Müslüman ulemalarının içinde dağınık ahli kalamçı yani ilmi kalamçı. Bu kişi Selçuklar davrida tug'ilgan. Azerbaycanning Huvey degan yurtda tug'ilib, shu yerda o'qib, cho'ng'ilab Faxriddin Razininki dağınık
şagirdlerden sanladı. Keyin şu Damashqqa kelib şu yerda qozi bo'lgan. Bu adamning Ilmul Usul, Safinatun Nuhiyya qatorliq bir kitoblari borligi xotirlangan. Biz yana bir narsa kalımızı kilovatida. Bu Xorasonda, mayli Turkiston diyarlarida, mayli Paris elida tug'ilgan ulamolar bo'lsin, o'z yurtida o'qigan bo'lsa-mu, Arab diyoriga kelgan bo'lsa, shularning o'ziga loyiq talantli bo'lgan bo'lsa, shu davlatda bular ya danglik qozi bo'lgan, ya danglik shaxslardan bo'lganda, sababi nima degan vaqtida, ayni vaqtida millat surish qilmaydi. Millat surish qilmaydi. Ma millatdan deb qarmay, zat o'zing talantlan bo'lsa, shu odamning musulmonlar bo'lsa, shuni davlatningki eng yuqori qatlamlarda yoki yuqori o'rinlarda xizmat berdi. Mana bu burunqi musulmonlarning umumiy holati. Hozirgi qat'iy o'xshamaydi. Bu davrda o'qigan yana bir shaxs Izzuddin Farusiya o'qigan dedik, ya. O'lib ketgan mashhur shaxslardan Izzuddin Farusi degan Shafiy mazhabining buyuk ulamosi. İsmi Ahmad ibn İbrahim ibn G'amar yoki Umar nomi bilan mashhur, danglik mufassir, xatib, vaizlar sepidik odam, ham so'pi. Bu odam 614-yili tug'ilib, 694-yili o'lib ketgan. Qur'oni Karimni dadisi o'qigan deyilibdi. Asosan mashhur shaxslarning hammasiniki oilaviy kelib chiqishi nati katta, buyuk oilalardan. Nima deganda, ya onasi ustoz, ya dadisi ustoz. Buni hatta oilasi Mustafiviylar deydi. Mustafiviylar degan Rasulullohning sifati. Chunki dadisi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni tushida ko'rib do'st bo'lgan ekanda, tushida. Shunglashqa bularni mushu nom bilan atagan deyilibdi. Alloh taolo inshaalloh payg'ambarimiz bilan birga qilsin bu buyuk allomilni. Undan boshqa bu davrda o'lib ketgan shaxslardan Muhibbuddin at-Tabari degan kishi. Hijriya 615-yili tug'ilib, Hijriya 694-yili, milodiya 1295-yili o'lib ketgan. Shafiy mazhabidagi buyuk bir faqih. Bu kishi Makka da o'lib ketib, Makka tug'ilgan. Tigi hamda kelib chiqishi Tabaristondan. O'z zamonasidagi butun muhaddislarning Shafiy mazhabidagi peshvosi deyildi Hijoz zaminida. Bu odam Makkada nurg'un ulamolarni o'qigan, Makkaga haj kelgan ulamolardan o'qigan, o'zimi nurg'un hadislarni oliy isnodlar bilan rivoyat qilgan bu odam. Hatta bu odamni Shafiy mazhabidagi ulamolar Imom Shafiy'dinki buningdek ulamo chiqib boqmagan deb sifatlangan. Bu odamniki Xulosatu Sir Sayyidul Bashar nomli kitobi borligi xotirlangan. Bu kitoblar hatto besilgan bo'lishi mumkin. Xo'sh. Bu odamning As-Simtus Samin fi Manaqib Ummahatil Mu'minin bu kitobimi mashhur besilgan. Ar-Riyazun Nazira fi Manaqibil Ashara bu kitobim besilgan. Zahoirul Uqba fi Manaqib Zavil Qurba. Al-Ahkam. Bu kitoblarning hammasi besilgan yaxshi kitoblar. Bu odamniki. Ulamolarningki bergan bahsi nihoyat zo'r. Bu odam ham shu Makkani o'ziniki makoni qilib, Makkada yashab, Makkada yezib, Makkada o'qib, hayotini shu Makkada o'tgan. Hatto Makkaniki qozilik mansibida o'ltirib, nurg'un kitoblarni yozgan buyuk allomalardan. Bu davrda o'lib ketgan yana bir mashhur shaxs, bayatına biz Taciddin ibn Bintul Az dedik. Endi bu yerda Taqiyuddin ibn Bintul Az. Bular Akufka. Bu kishimiz davrda o'lib ketgan. Bu kishining tafsilotini qisqa bir uchurni egallayaldim. Undan tafsili taraflarini o'rganmadim. Lekin bular shu Bintul Azniki bollari, necha bollari bor ekan, o'z davrida shu Misrning, Damashqning asosan Arab diyorlarida qozilik mansibi bilan shug'ullanib, davlatniki shu idoriy ishlarda, siyosiy ishlarda zo'r tuhfalar qo'shgan bir oila ekan. Undan boshqa hamda bu davrda o'lib ketgan mashhur shaxslardan Raziyuddin Qustantini degan kishi. İsmi Abu Bakr ibn Umar ibn Ali nomi bilan mashhur. Bu odamni mushahhis ilmida, fiqh ilmida xila ko'zi ko'ringan shaxs deb ta'riflangan. Bu kishiningki o'lib ketgan vaqtimi
Hicriye 695, miladiye 1296 yılga to'g'ri keladi. Bu davrda o'lib ketgan yana bir mashhur shaxs Buhayiddin ibn Nuhas an-Nahviy degan kishi. Muhammad ibn İbrahim nomi bilan mashhur bo'lgan Misrlik atigi Shomniki Halep'tin Hicriye 627 yıl tug'ilib, Hicriye 698 yıl o'lib ketgan. Bu adamning Buhayiddin degan laqabi bek mashhur. Asli ismi Muhammad. Bu Memlukilar davridagi danglik grammatikashunos davlatninki shu ilmiy xizmatlarga zo'r tuhfa qo'shgan odam. Misrda yashagan, Misrdagi Shom diyoridagi ayni davrdagi arab tili grammatikasidagi muhim shaxs deyishga bo'ldi bu odamni. Chunki Memlukilar davrida shu grammatika tadqiqot bilan xizmat qilib, davlatning mushu jihatdagi ilmi boshqon to'shqazgan odam bu. Endi Misrniki Jami ibn Tulun deymiz, shundoq maktablarda, madrasalarda dars o'tgan. Bu adamning eng mashhur shogirdi Abu Hayyan Andalusiya. Abu Hayyan degan bu danglik nahvshunos bu odam. Abu Hayyan bizning vatandagi Kafi degan kitob bor. Abu Hayyanning kitobi. Mushu adamning shogirdi bo'ldi. Misrga kelgan vaqtida mushu adamniki qishida turib, mush nahv o'rgangan. Bu davrda o'lib ketgan yana bir mashhur shaxs Yaqutul Musta'simi nomli ismli bir odam. Bu odamga tava bir xat bor, ya'ni bir xat ijod qilgan odam deyishga bo'ladi. Bu yozuvchilarning qiblisi deb nom borda, danglik mashhur xattat. Tegi Rimliqlar, Rimdan, ammo bu odam Bag'dodda yashagan. Hamda shu Musta'sim billaniki quli ekanda, balki mana shu Rum qullari bo'lsa kerak. Bu Musta'sim billah degan oxirgi xalifa shu Abbosiylarniki. Bu adam 696 yoki 686 vaqtda o'lib ketganligi xotirlanibdi. Bu adamning masalan Xattul Badi' degan yoki At-Tawashi nomli bir xati bor ekan. Shu xat o'sha odamning nomi bilan taralgan. Bu hozirgi arab xattatlikdagi bir fan. Umumiy Musta'sim billah bu odamni beknat azizlab ishlatgan deydi o'zini. Öz kichkidan tarbiyalab, maktab o'qitib, bu xatni ba'zanlar xat sulus deb qo'ygan. Bu odamning ijod qilgan xatini xat sulus deb shu ta'rifni bergan. Endi bu davrda o'lib ketgan mashhur shaxslar bundan ko'p, ammo kitobda xotirlangani mushunchalik Jaloliddin Suyutining kitobida. Alloh xolsa biz keyingi darsimiz bir kim 40-xalifaning hayoti bilan tanishimiz va sallallohu alayhi nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.